tortning nachinkasi va dekori uchun malina muzlatishni o'rganamiz. Nachinka uchun oddiy vodiy malina ishlatamiz. Men har birini oz-oz qoshiqda solib tekshirib chiqaman ichida hasharotlari va musorlari ko'rinishi uchun. Nachinkaga birga bir shakar qilmaymiz, chunki biskvitimizda ham shirasi bo'ladi va kremda ham shirasi bo'ladi. Shuning uchun men 1 kilo malinaga 300-400 gram shakarni mo'ljal qilaman. Nachinkaga ishlatmoqchi bo'lgan malinalarni albatta qaynatib olishinglar kerak, bo'lmasam kremiylarni achitib qo'yadi va qorinni ham og'ritishi mumkin. Ranglari qorayib qolmasligi uchun qaynab chiqishiga o'chiramiz. Tinmay aralashtirish shart emas, ora-chirada aralashtirib tursanglar qozonlarga yopishmasdan qaynab chiqadi va o'zidan shunaqa ko'pgina sok chiqaradi. Shunaqa plastmassa paqirchalarga elagida iloji boricha suvini qozonda qoldirib, mevasini o'zini paqirchaga solamiz. Suvini ham alohida elagida va alohida idishga quyamiz. Suvini juda ham ko'p narsalarga ishlatsanglar bo'ladi. Propitka, kompot, har xil nachinkalarga ularni ham muzlatamiz. Xona haroratida 3-4 soat turgandan keyin krishkasini yopib, morozilkaga olib qo'yasizlar. Faqat muzlagan holda ishlatsa bo'ladi tortga. Issiq holda ishlatmaymiz. Dekor uchun qattiq ukrainskiy sortli malina bor. Buni albatta dona-dona qilib terib olishimiz kerak va yaxshilab muzlatib olishimiz kerak. Muzlagandan keyin esa bitta idishga to'kib qo'yamiz. Bu videodagi o'tgan yiliga muzlatilgan malinami oxirgi ostatkalari mana shunda ham bir-biriga yopishmasdan dona-dona bo'lib turadi. Bunaqa malinani уже qaynatib olib nachinkaga ishlatib olsanglar bo'ladi. Dekorga yangisini ishlatamiz. Qo'shimcha ma'lumotni pastda opisaniyada qoldiraman. Sizlarga bu video foydali bo'lganidan umid qilaman. Like, komment va repostlar uchun oldindan rahmat.